Otasiz katta bo'lish qiyin, lekin men uni his qilmaganman. Chunki uni his qilishga onam yo'l qo'ymaganlar. Otamdan keyin otalik qilgan 3 ta tog'am bo'lsa, 4-chi tog'am men o'ylayman, unaqa odamlar yo'q. Mana yetimparvar. Bolasiga ikkita bolasi bo'lsa, o'sha paytda ikkitasiga nimadir olsa, ikkitamas deb 4 ta ko'tarib kelgan. Kiyim ikkitamas deb 4 ta ko'tarib kelgan. Otamiz zonada otalik qilganlar. Unaqa odamlarda yana bir inson bor edi, endi ular ham Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdilar, akam bo'lardilar. Biz hamma ziyoddirdi, ismlar shukrulloh bo'lgan o'zi. O'shalar bilan onam sal anaqa yurardilar-da. Onamni qo'llab-quvvatlab yuradigan o'sha jigarlari. Nima ayb ish qilgan bo'lsam ham hech qachon qilgan ishim uchun kechirim so'ramaganman. Qilgan ishim uchun uni boshimga yerga tekkuncha ta'zim qilib kechirim so'ragan. G'amlar quvib yetib olmasin, o'kinch dilga g'ulu solmasin, yuragimda armon qolmasin. Men onamni rozi qilguncha